Assalomu alaykum hammaga do'stlar, sizlar bilan har doimgidek ZubaFF. Bugungi video rolikimizning obloshkasidan ko'rib turganingizdek do'stlar, bugun men sizga headshot nastroyka qilishni o'rgatib o'taman do'stlar. Videoni boshlashdan oldin do'stlar, sizlarga o'zimning Telegram kanalimni tavsiya qilaman. U yerda siz eng arzon narxda almatlar donat qilishingiz mumkin. Qanunda video qaytamiz do'stlar. Video boshlanishidan oldin like va obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Hali oldinda bundan ham qiziqarli va kerakli videolar juda ko'p bo'ladi. Qaranglar mana do'stlar, biz poligonga trenirovkaga ham kirib oldik do'stlar. Bu yerda endi o'zimizga keraklar уже menga yo'q deagle drabash kerak. Shu orada o'yinni ko'rsataman do'stlar. Men nastroykalarimda taxminan 60-80% uchadi do'stlar, 100% uchmaydi. 100% o'zi hech qaysi nastroykada uchmaydi do'stlar. U 100% nastroyka yo'q ham. 100% nastroyka yo'q, просто cheat panel softlar bor, ularda 100% uchadi, lekin ularga ban berish mumkin. Qarang, ban beradi ham. Shuning uchun do'stlar, avvalo men aytmoqchi bo'lganimki, odamni o'sha o'ynaydigan igrokni o'ziga bog'liq do'stlar. Siz qancha yaxshi ko'tarsangiz, yaxshi ot olsangiz, ko'tarib o'ynasangiz, attashkani shunda yaxshi tegadi do'stlar. U nastroykaga unchalik bog'liq emas. Lekin nastroykani ham haqqi bor bu yerda do'stlar. Agar sizni cho'zuvchilingiz telefoningizga mos bo'lmasa do'stlar, headshot tushishi ancha qiyinlashadi. Qarang do'stlar, hozir ikkita drabashni o'ynab ko'rsataman do'stlar. Mana ikkita drabavik unchalik zo'r uchmaydi menda do'stlar. Xullas, qisqacha qilib aytganda do'stlar, sizlarni men Android telefonda o'ynayman, iPhonechilarga nastroyka qilib bera olaman do'stlar. Agar qisqacha qilib aytganda, nastroykaga shu DPI'ingiz Android telefonlarda kamida 450 bo'lish kerak, kamida do'stlar. Keyin 650 gacha undan baland bo'lishi shart emas do'stlar. Agar do'stlar DPI to'g'rilashni bilmasangiz, men o'zim sizga batafsil tushuntirib o'taman. Mening Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'ying va men o'zimga lichkamga yozsangiz do'stlar, men o'zim batafsil qanday DPI ni to'g'irlash, nastroykani to'g'irlash, cho'zuvchilikni to'g'irlash, hammasini tushuntirib o'taman do'stlar. Do'stlar, men nastroykam ko'proq mana shu deagle orujasiga moslangan do'stlar. Deagle'da yaxshiroq uchadi do'stlar menda. Qolgan orujalardan ham yaxshi uchadi, deagle'da emas do'stlar. Настройка kelsak do'stlar, mana настройка управленияda точность прицела по умолчанию do'stlar. Tip pritsela новенький, klassический qo'ysanglar ham bo'ladi. Klassическийda yaqinda yaxshiroq tegadi do'stlar. Deagle keyin deagle'da yaqinda yaxshiroq tegadi. Uzoqda unchalik uchmaydi do'stlar. Nima klassический qilsalaring. Keyin klassическийda yaxshi tarafi yum, drabavik shu yaqindan klassическийda yaxshiroq uchadi do'stlar. Agar deagle, yastreb, savede va shunga o'xshash vintovkalarda yaxshi uchishini xohlasalaringiz do'stlar, tip pritselani men klassический emas, новенький qo'yib olishlaringga maslahat beraman do'stlar. Qani bo'lmasa do'stlar, bu nastroykalarimizda o'yinda qanday uchishini ko'rib o'tamiz do'stlar. Короче do'stlar, video yoqqansa bitta like va obuna bo'lib qo'yamiz. Kimga sifatli arzon almas xizmati va arzon sifatli nastroykalar kerak bo'lsa do'stlar, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib, lichkamga yozasiz do'stlar. Men lichni o'zim sizlarga yozaman. Videoga like va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan ZubaFF bo'ldi.